Yangi yilning birinchi kuni tibbiyot xodimlari el xizmatida. Prezidentimizning tegishli farmoniga asosan yangi yilda barcha xodimlar ketma-ket 5 kun dam oladi. Ammo ayrim soha vakillari qatori sog'liqni saqlash sohasi vakillari ham shu kunlarda ishda o'z xizmat vazifasini bajarmoqdalar. Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda. Xalqimiz yangi 2026-yilni oila davrasida shod-u xurramlikda kutib olgan lahzalarda tibbiyot xodimlari o'z kasbiga sodiq qolgan holda aholi salomatligini muhofaza qilish uchun kamarbasta bo'ldilar. Ko'plab tibbiyot xodimlari yangi yilni ish joyida qarshi olib, o'z burchlarini sidqidildan ado etdi. Bu esa sog'liqni saqlash tizimida inson hayoti va salomatligi asosiy qadriyat ekanligining yorqin namunasidir. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola tibbiyot markazining Xorazm filialida ham tibbiy xizmat uzluksiz va yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar, yuqori malakali mutaxassislar va aniq yo'lga qo'yilgan xizmatlar tufayli tug'ruq jarayonlari xavfsiz, tibbiy yordam esa o'z vaqtida amalga oshirilmoqda. Ta'til kunlari shifoxonada ish jarayoni qizg'in kechmoqda. Yangi yilning birinchi daqiqalarida muassasaning malakali shifokorlari og'ir ahvolda kelgan homilador ayolni qutqarish uchun zudlik bilan jarrohlik amaliyotiga kirishdilar. 1 soat davom etgan amaliyot muvaffaqiyatli yakunlandi. Bundan tashqari, yangi yilning ilk tunida filialda 4 nafar sog'lom chaqaloq dunyoga keldi. Neonatologiya bo'limida yangi tug'ilgan chaqaloqlar holati doimiy nazoratga olindi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm filialida tungi navbatchilik davomida 14 nafar ayol qabul qilindi. Hozirgi paytda homilador, tug'uvchi va tug'ruqdan keyingi ayollarimiz soni 114 nafar. Tungi navbatchiligimiz davomida 4 ta tug'ruq sodir bo'ldi. Shulardan 3 tasi o'g'il chaqaloq, bittasi qiz chaqaloqdir. 2026-yil 1-yanvar sanasida soat 01:30 da birinchi bo'lib bir nafar ayolimiz o'g'il chaqaloqni dunyoga keltirdi. Hozirda ayol va chaqalog'imizning sog'ligi vrachlar nazoratidadir. 2026-yil yaxshi yil bo'lib keldi. Yangi yilning yangi daqiqalarida farzandli bo'ldim. Ona degan nomni oldim. Oilam ham xursand. Bu chaqaloq ota-onama, qaynona-qaynotama yangi yilda ko'proq xursandchilik olib keldi. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Tug'ruqdan keyingi davrda onalar salomatligini muhofaza qilish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Xorazm filialida yangi yil kuni ham tibbiy xizmatning uzluksiz ta'minlangani davlat siyosatida ona va bola salomatligi ustuvor yo'nalish sifatida belgilanganligining yana bir isbotidir. Bu nafaqat bir kunlik mehnat, balki sog'lom avlodni tarbiyalashga qaratilgan izchil va tizimli ishlar natijasidir. Darhaqiqat, yangi yilning ilk kunida tibbiyot xodimlarining fidokorona mehnati, mas'uliyati va insonparvarligi jamiyatda ona va bola salomatligiga bo'lgan e'tibor qanchalik yuksak ekanini namoyon etdi.